Assalomu alaykum do'stlar. Bizning navbatdagi ishimiz yakuniga yetdi. Xudo xolasa 7,5 kW bilan 200 diametrli truba bilan baliqchilik ko'li uchun suvni chiqarib berildi. Bu yerda stiyak qilib olib o'tilgan 7,5 kW, uzoqligi masofasi 40 metr. Tik balandlikka 16-17 metrlar atrofida deb shunaqa deyishdi. Bu yerda joy egalari akalarimiz o'lchatganmiz deyishdi. Ko'rishlari mumkin. Buni tepaga ko'tarishimizga asosiy sabablaridan baliq uchun to'yingan, kislorodga to'yingan suv. Buni foydasi juda ham katta. Baliqchilar o'zi yaxshi tushunishadi. Bu yerga o'sha imенно shuning uchun beton quydirib joylar qo'yilgan ekan. Hozir nasos ustanovkasining yakuniga yetdi. Keyin bu yoqdan ribovozlar, katta qanaqadir kattaroq texnikalar o'tish uchun mo'ljallangan. Albatta kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Kadrda Bahromiz o'z kanali uchun. Mana albatta. Like. Suv dinozavr bo'lyapti. Zakonni. Lekin bor maza qilyapman. Bu yozgi kunida ertaga bor-ku. Vashshe joy bo'ladi. Ajoyib bo'ladi. Yengil konstruksiya bilan mana shunaqa qilib yo'lni ustidan o'tkazib yuborganmiz albatta. Bu yerda egalarining xohishlariga ko'ra 3,5 metr balandlikka ko'tarilgan. Suv o'ta go'zal bo'lyapti. Kislorod, toza kislorod. Nima deydi suv? O'ta go'zal.